Bismillahirrohmanirrohim. Ijmoda zikr qilingan xalifalar ta'rifi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vafot qilgan vaqtda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu odamlar orasida turib quyidagi xutbani o'qidi. Ey odamlar, kimki Muhammad sollallohu alayhi va sallamga bandalik qiladigan bo'lsa, Muhammad sollallohu alayhi va sallam o'ldi. Kimki Allohga bandalik qiladigan bo'lsa, Alloh hamisha tirikdir, u o'lmaydi. Allohning yuborgan buyruq va qonunlarini tatbiq qiladigan kishi albatta bo'lishi zarur. U haqida o'ylab ko'ringlar va o'z fikrlaringizni keltiringlar. Sahobalar, to'g'ri aytdingiz, u kishi haqida o'ylab ko'ramiz dedilar. Biz ahli sunna val jamoasining va aksariyat mu'tazilalarning fikricha xalifalikni tiklash vojibligining dalili mazkur ijmo va mutawatir xabardir. Ko'pchilik uning vojibligining dalili aqlidir deb aytadilar. Zero uning vojibligi shuning uchunki u jazo choralarini qo'llashga, davlat chegaralarini himoya qilishga, askarlarni jihodga tayyorlashga va islomni himoya qilishga taalluqli buyruqdir. Mutlaq vojib nima bilan amalga oshsa, agarchi u taqdir qilingan narsa bo'lsa ham vojibdir. As-Savaiqul Muhriqa 1-juz 25-bet. Muallif Ibn Hajar Haytami 973-hijriy yil. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu vafotidan ilgari sahobalarga xutba o'qib turib aytdi. Odamlar menga o'zimdan keyin bir xalifa tayin etishimni buyurmoqdalar. Alloh azza va jalla o'z dinini, xalifalikni va payg'ambari sollallohu alayhi va sallam bilan yuborgan risolatini hargiz yo'q qilmaydi. Musnadi Abu Avona 1-juz 340-bet. Aqida masalalarini yoritgan ulamolarning xalifa va xalifalik to'g'risida aytganlari. Imom ya'ni xalifani tiklashning vojibligi to'g'risida. Avvalo xalifalikka ta'rif berish zarur. Bir jamoa odamlar unga shunday ta'rif beradilar. U din va dunyo ishlarida payg'ambarlikdan o'zgacha bo'lgan umumiy rahbariyatdir. Quyidagicha ta'rif berilsa to'g'riroq bo'ladi. Xalifa dinni barpo qilishda butun ummat ergashishi zarur bo'lgan payg'ambarning o'rinbosaridir. Bu ta'rifga ko'ra, yaxshilikka buyuruvchi kishi, mushtahid yoki imom tarafidan bir viloyatga rahbar qilib tayinlangan odam imom deb atalmaydi. Bu ta'rif pishiq anglangandan so'ng biz shunday deb ataymiz. Bizningcha xalifani tiklash vojibligi naqli, ya'ni dalili Qur'on, hadis, ijmodir. Mu'tazilalar va Zaydiylar xalifani tiklash vojibligining dalili aqlidir deydilar. Johiz uning vojibligi ham naqli ham aqli deydi. Shiyalarning Imomiya va Ismoiliya mazhablari xalifani tiklash Allohga vojib deydilar. Imomiyalar uni shariat qonunlarini muhofaza qilish uchun vojib desalar, Ismoiliyalar u Allohni tanituvchi bo'lganligi uchun vojib deydilar. Uning bizga naqlan vojibligi ikki jihatga ega. Birinchisi, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin birinchi asrdagi musulmonlarning imomsiz biror vaqtning bo'lishi mumkin emasligiga ijmo qilganlari mutawatir bo'lgan. Hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zining xutbasida shunday degan: Ogoh bo'linglar, Muhammad sollallohu alayhi va sallam vafot etdi. Bu dinni barpo qiladigan kishi bo'lishi zarur. Barcha sahobalar bu gapni qabul qilishga shoshildilar va shu ish yuzasidan eng muhim ishni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni dafn qilishni keyinga qoldirdilar. Bizning zamonamizga qadar o'tgan vaqt mobaynida odamlar har bir davrda ergashiladigan imom xalifani tiklash vojib degan gapga ijmo qilib kelmoqdalar. Kitobul Muvoqif 3-juz 574
574-575 betlar. Muallif Abdurrahmon ibn Ahmad al-Iji 756-hijriy yil. Sahobalar xulofai roshidinlarning haq yo'ldagi xalifa ekanliklarini va ulardan keyin xalifalar bo'lishi zarurligini tasdiq etib ijmo qilganliklari hisobidan tashqari bu masala ko'p zikr qilingan. O'rta Osiyodagi musulmonlar o'zlarini ahli sunna val jamoadan hisoblaganlar. Ular e'tiqod masalalarida 537-hijriy yilda vafot qilgan Abu Hafs Umar an-Nasafiyning Aqoidi Nasafiya nomli kitobidan keng foydalanganlar. Mazkur kitobga 722-792 yillarda yashab o'tgan alloma Sa'diddin at-Tastazoniy sharh yozgan. Mazkur kitobning 109-114 betlarida xalifa va xalifani tiklash to'g'risida quyidagilar yozilgan. Nasafiy matnda shunday deydi: xalifalik 30 yil bo'ladi, so'ngra podshohlik va amirliklar bo'ladi. Zero payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mendan keyin xalifalik 30 yil bo'ladi, keyin zo'ravon podshohlik bo'ladi deganlar. Ali roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyingi 30-yilda shahid qilinganlar. Muaviya va undan keyingi rahbarlar xalifalar emas, balki podshoh va amirlardir. Bu gaplarni Taftazoniy shunday sharh qiladi. Nasafiyning ushbu so'zlari muammo paydo qiladi, chunki ummat ichidagi ahlul hal val aqdlar, ya'ni mushtahidlar Abbosiy xalifalarning xalifa ekanliklariga, Marvoniylardan Umar ibn Abdul Aziz kabilarning xalifa ekanliklariga ittifoq qilganlar. Xalifalik 30 yil bo'ladi deb aytilgan gapdan maqsad ixtilofdan, itoatsizlikdan biror narsa aralashmagan komil xalifalik 30 yil bo'ladi. Undan keyin bunday holat ehtimol bo'ladi, ehtimol bo'lmaydi degan tushunchani ifodalash bo'lgan. Buning ma'nosi xulofai roshidinlardan boshqa xalifalar bo'lmaydi degani emas. Negaki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatim ichida 12 xalifa bo'ladi deb aytganlar. Xalifalik 30 yil bo'ladi deb aytilgan hadisdan maqsad xulofai roshidinlarning olib borgan ishlarini ulkan qilib ko'rsatish va ular boshqa xalifalardan axloqda, boshqaruv ishlarida alohida farqlanib turganliklarini bayon qilishdir. Shuningdek, to'g'ri yo'ldagi xalifalar paydarpay 30 yil hukm surishligi keyin bunday holat ehtimol qaytib takrorlanmasligining bayonidir. Xalifani tiklash vojibligiga hamma mazhablar ahli sunna val jamoa, Mu'tazila, Imomiya, Zaydiya ijmo ittifoq qilgan. Ular orasidagi ixtilof xalifani tiklash Allohga vojibmi, bandalarga vojibmi, uning dalili naqlimi yoki aqlimi, shuning ustida borgan. Ahli sunna val jamoasi shunday e'tiqod qiladi. Xalifani tiklash Allohga emas, bandalarga vojib. Uning dalili naqlidir deb payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ushbu hadislarini keltiradilar. Kimki o'z zamonining imom xalifasini bilmay o'lsa, u johiliyat o'limida o'lgan bo'ladi. Ular yana o'z fikrlariga ushbu ijmoni dalil qilib keltiradilar. Ummat payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin xalifani tiklashni eng muhim vazifa deb bilgan. Hatto bu vazifani payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni dafn qilishdan oldingi o'ringa qo'ygan. Har bir xalifa o'tgandan keyin ham xuddi shunday qilingan. Ular quyidagi gapni ham o'z fikrlariga dalil qilib keltirganlar. Shar'iy vojibotlarning juda katta qismi imom xalifaga bog'liqdir. Nasafiy bu haqida shunday deydi: musulmonlarga shar'iy hukmlarni ijro qiladigan, had, jazo choralarini barpo qiladigan, mamlakat chegaralarini himoya qiladigan, musulmonlar qo'shinini tayyorlaydigan, ularning sadaqotlarini yig'adigan, zo'ravonlarni, o'g'irlarni, qaroqchilarni tiyib qo'yadigan,
juma va hayitlarni barpo qiladigan, fuqarolar orasida sodir bo'ladigan kelishmovchiliklarni bartaraf qiladigan, huquqlar ustidagi guvohliklarni qabul qiladigan, valisi bo'lmagan yetim sag'irlarni uylab joylaydigan, o'ljalarni musulmonlar orasida taqsim qiladigan, qisqasi yakka shaxslar bajara olmaydigan ishlarni ado etadigan imom xalifaning bo'lishi zarurdir. Haqiqiy imomda quyidagi sifatlar topilishi shartdir. Musulmon, hur, oqil, bolig', odil, musulmonlarning bir jamoasining unga rozilik bilan bergan bay'ati orqali imom bo'lgan bo'lishi. U islom kalimasini oliy qilishni, musulmonlarga yordam berishni, u tufayli musulmonlarning mollari, jonlari, obro'lari omonlikda bo'lishi, ushur va xarojni shar'iy yo'llar bilan jamlab, ulamolarga, xatiblarga, qozilarga, muftiylarga, mudarrislarga, tolibi ilmlarga va boshqa xarajatlarga baytul moldan olib taqsimlaydigan bo'lishi. Musulmonlarga mehribon, rahmdil, adolatli bo'lishi lozimdir. Qaysiki imom rahbar shunday sifatlarga ega bo'lmasa, u haqiqiy imom rahbar emas. Unga yordam berish vojib bo'lmaydi, balki unga qarshi chiqish, unga qarshi kurash olib borish vojib bo'ladi. Shuningdek, imom odamlar bemalol murojaat qilishlari uchun dushmandan, zolimlardan, mustamlakadan qo'rqib yashirinib olgan bo'lmay, ochiq bo'lishi lozim, toki rahbarni tiklashdan ko'zlangan maqsad hosil bo'lsin. Va yana zolimlarning tuzumi yemirilgandan keyin, fasodlar tugagandan keyin, zamon o'nglangandan keyin chiqishi kutilayotgan bo'lmasligi lozim. U siyosiy odam bo'lishi, ya'ni musulmonlarning ishlarini o'z fikri, ilmi hamda shavkat qudrati bilan tasarruf eta oladigan bo'lishi, ilmli, adolati, iste'dodi va shijoati bilan ahkomlarni tatbiq qilishga, islom diyorining chegaralarini muhofaza qilishga, mazlumlarning haqqini zolimlardan undirib berishga qodir bo'lishi lozim.